Umr ham tugayapti. Abdullohning saxiyligi shu qadarki, agar qo'lida tishlagan noni bo'lsa-yu, kimdir so'rab qolsa, o'sha nonini ham berib yuboraveradi. Himmati shu qadarki, o'z uyini do'stiga bo'shatib beradi. Yoshimiz 60 dan oshganidan buyon uning pul sarfi ko'payib qolgan. Bir hafta oldin bir ayol kelib arz qilib qoldi. Arzga Abdulloh noodatiy javob berdi. Hazrat, o'g'lim dargohingizda 7 yil ilm tahsil qildi. Shu vaqt oralig'ida men ancha keksayib qoldim. Endi esa pul ishlab topishga madorim kam. Shu paytda o'g'lim kitob yozishga kirishgan. Ishlagin desam, kitob yozsam, narigi dunyoda ikkimizga ham savobi borib turadi deydi. Nasihat qiling, ishlasin. Oldin oilani obod qilib, keyin kitob yozsin. Singlim, oylik xarajatlaringizga qancha ketadi? 100 dirham. Men sizga 200 dirham har oy jo'natib turaman. O'g'lingiz kitob yozsin. Uning ilmi baland, zehnini tirikchilik uchun sarflamasin. Yana boshqa yordam kerak bo'lsa, tortinmay aytavering. Ayol bunday bo'lishini kutmaganmi yo hayajondanmi, pulni olganidan keyin ham bir nima deya olmadi. U gapirgunicha Abdulloh ichkariga kirib ketdi. Oradan bir fursat o'tgach, u yig'lab duo qila boshladi. Mening ham ko'nglim erib ketdi. Oxirgi 9 oyda minglab talabaga 40 ming dinor xayriya qildi. 300 olimga 8 ming dinor yordam qildi. 300 uysizga uy qurib berdi va ularni ish bilan ta'minladi. Yuzlab kishini hajga jo'natdi. Xorazm shahrida tekinga kitob tarqatdi. Yuzlab kishini uylantirdi va tanishlariga aytib, ish bilan ta'minladi. Yana bir qancha yoshlarga o'z tadbirkorliklarini boshlashlari uchun 20 ming dinor ajratdi. Xullas, yana bir qancha ihsonlari borki, ularning hammasini eslasak, gap cho'zilib ketadi. Bugun ayniqsa rosa qiziq voqea bo'ldi. Biz tadbirkorlik, savdo ishi bilan bo'lib ko'p pul topdik. Keyin shu pullarga ancha mehr ham qo'yibmiz. Ammo Abdullohda unday emas ekan. U pullari ko'paygani sari ihsonni, yordamni ko'paytirardi. Shuning hisobiga Allohim baraka beraverardi. U oylik daromadining 10% xayriyaga sarflardi. Ammo so'nggi paytlar xayriyasi foydadan o'tib, sarmoyagacha kelyapti. Tabiiyki biz xavotirdamiz. Sodiq ham bezovta. Ertalab 70larni qoralagan narigi mahallalik Pahlavon aka tashvishli kirib keldi. Biz hovlida edik. Abdullohni so'radi. Abdulloh uning ovozini eshitib chiqib keldi. Salom berdi. Keyin ozroq suhbatlashishdi. Abu Abdurrahmon, meni taniysan? 2 kun oldin mollarim jarga qulab tushdi. Ular 10 ta edi. 40 dan oshib ko'rgan yolg'iz o'g'lim boqib yurardi. Jar yoqalab haydab ketayotganda tuproq o'pirilib hammasi tushib ketibdi. O'g'lim ham sirpangan. Ammo 2 xanjarni yerga suqib omon qolgan. Uyga bir ahvolda kirib keldi. Mollarni o'ldirib qo'yganidan qattiq istirobda. Unga qattiq gapira olmayman. Shu mollarga qarab turgandik. Sal semirsa, sotib o'g'limni uylamoqchi, qolganiga qo'y olib boqmoqchi edim. Nasib qilmagan ekan. Sendan qarz so'rab keldim. Menga 20 dinor berib tursang, 1 yilga qolmay qaytaraman. Yana mol sotib olaman, boqaman, bir qismiga o'g'limni uylantiraman. Og'a, ko'p g'am qilmang. O'g'lingizni taniyman. Mendan 3 yil dars olgan. Odobli yigit. Qur'oni Karimni yod biladi. Uning ko'ngliga xavotir oralasa, ilmi ozayib qoladi. Zehni o'tmaslashadi. Men sizga qarz emas, Alloh taolo yo'lida 50 dinor beraman. O'g'lingizni uylantiring va savdo ishi uchun pul bering. Qo'y sotib oling. Bu pullarni Alloh taolo rizosi uchun beryapman. Menda pul borki, Allohim odam jo'natadi. Xizmat bo'lsa, doimo bosh ustiga. O'g'lingizga salom ayting. Sodiq Pahlavon akaga pulni bergach, Abdullohning oldiga kelib, ming xijolatda bir gap aytdi. Javobi nafaqat uni, balki meni ham tang ahvolga solib qo'ydi. Ustoz, siz sarmoyadan ham pul olib berib yuboryapsiz. Pulimiz tugayapti. Xavotir olma, Sodiq, umr ham tugayapti. Sodiq javobni eshitganidan keyin yalt etib Abdullohga qaradi. Men ham beixtiyor unga qaradim. Oldimda tik qomatli, keng yelkali, o'ktam, ammo soqollariga oq oralagan, ko'zlari o'smir yigitlarnikidek yonib turgan basavlat odam turardi. Uning umri tugashiga ishonging kelmaydi. Ammo
muhlat tugasa ne zabardastlar u qancha yoshlar chin dunyoga safar boshlaydi. Demak, o'tgan umr sarhisob qilinib, qolgan umrda yaxshiliklarni ko'paytirish kerak. Abdulloh sezmasa gapirmaydi. Ibodatlari orqali Alloh taologa yaqinlashgan bandaning diliga rost xayollar keladi. Shunday ekan, yo'l tayyorgarligini yanada qattiqroq qilaverish kerak. Men ham qolgan umrimni yaxshiliklar qilish uchun rejalab qo'yishim kerak. Qancha yashashimni bilmayman, ammo xayrli ishlarga muddat belgilab qo'yaveraman. Umr ham tugayapti. Bu gap qalbimda shunday asar qoldirdiki, oltin kumushlar bir arzimas matoga aylandi. Shu xayollar bilan omborga borib qolibman. Qarasam, Sodiq bir chetda yig'lab o'tiribdi. Unga xalaqit qilmadim. Unga ham oson emas. Shuncha yil xizmat qilib, bir yomonlik ko'rmagan, erkaliklarini og'rinmay ko'targan insonidan ayrilish chindan-da og'ir. Menga esa 1000 karra og'ir. Yozsam daftar yonib ketsa kerak dardimdan. Halitdan uni sog'inmoqdaman. Yo Robbim, uning umrini ziyoda qilgin. Ilmidan odamlarni qiyomatgacha bahralantir. O'zi ekkan saxiylik daraxtlarini hech qachon quritma, qovjiratma.